hammasidan samimiy muborakbod qilaman. Bugungi kunda jamiyat hayotida ommaviy axborot vositalarining o'rni va ahamiyati beqiyos. Sizlar nafaqat mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamda islohotlarni xalqimizga tezkor va xolis yetkazishda, balki davlat idoralari faoliyatining ochiqligi, shaffofligi hamda jamoat nazoratini ta'minlashda ham muhim o'rin kelmoqda. Bojxona organlari faoliyatida ham ochiqlik, shaffoflik va jamoatchilik bilan samarali muloqotni ta'minlash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Shu bois ommaviy axborot vositalari bilan o'zaro hamkorligimiz yildan-yilga mustahkamlanib, yangi bosqichga ko'tarilib bormoqda. Jumladan, Xorazm viloyat bojxona boshqarmasi matbuot xizmati tomonidan joriy yilning o'tgan 5 oyi davomida 35 marotaba televideniya orqali, 12 marotaba radio efir orqali chiqishlar amalga oshirildi. Shuningdek, bosma va elektron nashrlar hamda ijtimoiy tarmoqlar orqali 250 dan ortiq axborot materiallari joylashtirildi va e'lon qilindi. Bundan tashqari, tashkil iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari, tadbirkorlar va keng jamoatchilik bilan 50 marotabadan ortiq ochiq muloqot va uchrashuvlar tashkil etildi. Bu raqamlar davlat organlari va ommaviy axborot vositalari o'rtasidagi samarali hamkorlik izchil yo'lga qo'yilganligini, aholini tezkor, aniq va ishonchli axborot bilan ta'minlash borasida tizimli ishlar olib borilayotganligini yaqqol ko'rsatadi. Qadrli jurnalistlar va ijodkorlar, sizlarni kasb bayramingiz bilan yana bir bor muborakbod etaman. Barchangizga mustahkam sog'lik, to'xtovsiz ijodiy parvoz, yuksak ilhom va mas'uliyatli hamda sharafli faoliyatingizda ulkan zafarlar tilayman. Endi kecha raisimizni ham jurnalistlar bilan, blogerlar bilan uchrashuvlarni endi hammalaringiz ko'rmagan bo'lsangizlar ham, eshitgan bo'lsangizlar kerak, tarmoqlardan ham ko'rgan bo'lsangizlar kerak, raisimizdan hamma jurnalistlarni nimalarni tabriklab qo'yib, keyin endi shu aynan faol bojxona bilan birga ishlab yurgan blogerlar, jurnalistlarni nimalarni hammasini tabrikladilar. Bu kishini ham tabriklarini sizlarga yetkazib qo'yaman. Hammani tabriklab qo'ydilar degan alohida telefonda yana gaplashganimizdan keyin alohida ham aytib qo'ydilar. Hammani tabriklab qo'yinglar, biz nolib berdik. Hammalari undan ham butun bojxona qo'mitasi rahbariyati nomidan hammalarini tabriklab qo'yaman. Endi bayram munosabati bilan taqdirlashga o'tamiz. Kim o'qiydi? O'qib turasizmi siz? Endi arzumasi ham sovg'alarimiz bor edi endi sizlarga. Shu bayram munosabati bilan yana qachon ko'ramiz? Endi bu bayramdan ikkinchi bayramda ko'ramiz, asosan aholalaringiz ko'radigan. 27-iyul matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan o'z kasbiga sadoqatli, vatanparvar va faol jurnalist sifatida axborot maydonida olib borayotgan samarali faoliyati jamiyatda ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash borasida qo'shayotgan munosib hissasi, shuningdek bojxona organlarida o'rnatilgan samarali hamkorligi uchun quyidagilar Xorazm viloyati bojxona boshqarmasi boshlig'ining tashakkurnomasi hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlanadilar. O'zbekiston 24 telekanali muxbiri Matchon va Intizor Jilanbayeva. O'zbekiston 24 telekanali muxbiri Qurbon va Monika Vaysiyazovna. Davlat bojxona qo'mitasi raisi Gulmiya Bemalol bayram munosabati bilan O'zbekiston 24 telekanali muxbiri Qurbon va Monika Vaysiyazovna esdalik sovg'asi bilan taqdirlanadi.
Shavkat Reis. O'zbekiston Milliy axborot agentligining Xorazm viloyatidagi muxbiri Shakirov Ahmadjon Zakirov. Elektron nashr muxbiri va bloger Eshjanov Qahramon aka Rustamovich. Yana hurmatli hammalarimizni bayramdan tabriklayman. Mana bayramlarni ko'pini ko'racak. Mana shunaqa bojxona bilan bog'liq bo'lgan, ijtimoiy hayotimiz bilan bog'liq bo'lgan xabarlarni xolis va xalqimizga to'g'ri yetkazishdan charchamayman. Ishlaringizga omad, sog' salomat bo'linglar. Endi sizlarni yig'ilishlaringizdan foydalanib bizda yana bitta matbuot anjumani o'tkazishimiz kerak edi. Shuni ham ruxsat bersangizlar o'tkazib olsak. Endi hozir narkotikga qarshi, giyohvandlik vositalariga qarshi juda respublikamizda katta ishlar olib borilyapti. Amaliyotga ko'rib turibsizlar. Shu munosabat bilan har bitta nimada anjuman o'tkazishimiz kerak edi. Anjuman o'tkazishimiz kerak. Shu munosabat bilan ruxsat bersangizlar shuni boshlasak. Yo biror kishida biror fikr bormi? Maylo? Bugungi kunda giyohvandlik nafaqat bir davlat yoki muayyan hudud muammosi, balki butun dunyo xavfsizligi, jamiyat barqarorligi va eng avvalo yoshlar kelajagiga jiddiy tahdid solayotgan global muammo hisoblanadi. Respublikamizda narkovaziyatning yomonlashib borishi mazkur yo'nalishdagi ishlarning alohida nazoratga olish lozimligini ko'rsatadi. Shu sababli muhtaram Prezidentimiz tomonidan aholi salomatligi va millat genofondini giyohvandlik va narkojinoyatlardan samarali himoya qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risidagi 207 sonli farmoni qabul qilindi. Farmon bilan respublikamizda giyohvandlik va narkojinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha 2024-2028 yillarga mo'ljallangan milliy strategiyaning ustuvor maqsadlariga erishish, giyohvandlik va uyushgan narkojinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish orqali aholini, birinchi navbatda yoshlar salomatligini hamda millat genofondini samarali himoya qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar belgilab olindi. 2025-26 yillarga mo'ljallangan milliy dastur doirasida giyohvandlik va narkojinoyatlarning oldini olish hamda ularga qarshi kurashishni kuchaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasining 1151 sonli qonuni qabul qilinib, amaldagi qonunchilikka qator muhim o'zgartirishlar kiritildi. Jumladan, Jinoyat kodeksida aholi salomatligi va genofondiga qarshi jinoyatlarga oid alohida bob tashkil etildi. Hamda narkojinoyatlar uchun javobgarlik choralari keskin kuchaytirildi. Xususan, yashirin narkolaboratoriyalar tashkil etish uchun 5 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilandi. Narkotik moddalarning noqonuniy muomalasiga mansabdor shaxslar tomonidan homiylik qilish uchun javobgarlik kuchaytirildi. Jamoat joylarida giyohvandlik vositalarini iste'mol qilish uchun 15 sutkacha ma'muriy qamoq jazosi joriy etildi. Narkotik moddalarni ko'p miqdorda tarqatish, internet orqali sotish va takroran sodir etilgan holatlar uchun jazolar og'irlashtirildi. Voyaga yetmaganlar va yoshlarni giyohvandlikka jalb qilish uchun alohida jinoiy javobgarlik belgilandi. Ushbu qonun narkojinoyatchilikka qarshi kurashish samaradorligini oshirish, ayniqsa yoshlarni giyohvandlik ta'siridan himoya qilishga xizmat qiladi. Ushbu illatga qarshi kurashishda barcha davlat organlari qatori bojxona organlari
jamoasiga ham katta mas'uliyat yuklatilgan. Xususan, Xorazm viloyati bojxona organlari tomonidan giyohvandlik vositalarining respublika hududiga noqonuniy olib kirilishi va olib chiqilishini oldini olish, huquqbuzarliklarni o'z vaqtida aniqlash hamda bartaraf etish borasida tizimli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Bugungi matbuot anjumani davomida ushbu yo'nalishda 26-yilning o'tgan 5 oyida amalga oshirilgan ishlar, aniqlangan holatlar, tahlillar va kelgusidagi ustuvor vazifalar haqida atroflicha ma'lumot berib o'tamiz. Xususan, so'nggi 5 yil davomida respublikaning bojxona organlari tomonidan aniqlangan holatlar tahliliga ko'ra 22-yilda 748 kg, 23-yilda 9,2 tonna, 24-yilda 685 kg, 25-yilda 1,8 tonna hamda 26-yil hozirgi kungacha 1,7 tonna giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylaniga qo'yilgan. Bu faqat bojxona organlari tomonidan aniqlangan. 5 oyning ichida o'tgan yilgi 1 yillik tonna kelib chiqyapti. Shuningdek, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning noqonuniy aylanuviga qarshi kurashish borasida amalga oshirilgan ishlar natijasida 22-yilda 292 ming tonna, 2023-yilda 229 ming tonna, 2024-yilda 598 ming tonna, 25-yilda 1001 tonna hamda 1100 tonna hamda 26-yilning hozirgi kunigacha 140 kilogramm psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning noqonuniy aylanuviga chek qo'yilgan. Birgina Xorazm viloyati bojxona boshqarmasining giyohvandlikka qarshi kurashish borasida yaqin 10 yillikdagi faoliyati tahlil qilinganda 2016-yilda 3 ta huquqbuzarlik holati aniqlangan bo'lsa, 21-22-yillarda 20 dan ortiq, 23-24-yillarda 40 dan ortiq va 24-25-yillarda 30 dan ortiq holatlar aniqlandi. Shuningdek, 26-yil boshida 14 ta holatda jami 4 kilo 355 gramm giyohvandlik vositalari bilan bog'liq holatlar aniqlandi. Shu 26-yilda. Shundan 1355 gramm, 1 kilo 355 gramm opiy, 1 kilo 735 gramm geroin, 162 gramm gashish, 659 gramm marixuana, 11 tub kannabis, giyohvandlik o'simligi hamda 297 gramm mefedron, 145 gramm spice sintetik giyohvandlik vositalari aniqlandi. Aniqlangan yirik miqdordagi holatlarga to'xtalib o'tsak, 6-yanvar 24-yil Urganch shahrida o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida TRA boshqaruvidagi avtomashinaga ortilgan sement qoplari ko'zdan kechirilganda avtomashina yukxonasidagi sement qoplaridan 4 tonna yashil rangli sement qoplarining ichiga xufiyona tarzda yashirilgan 10 tonna bo'lakda 10 kilogramm 270 gramm opiy giyohvandlik vositalari aniqlangan. Nimalarimizni rasmlari bor qolganlarini o'shalarni nimaga slayd qildik. 25-yil, 24-yil kuni aniqlangan. 3 dona bo'lakda selofan paketda skotchlangan turadigan holda avtomashinaning salon qismidan 1 dona bo'lakda jami og'irligi 2 kilogramm 955 gramm opiy giyohvandlik vositasi borligi aniqlangan. 25-iyul 24-yil kuni Urganch shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda 3 kilogramm 160 gramm opiy giyohvandlik vositasi. 28-yanvar 26-yili shu tezkor tadbir davomida 5 kilogramm opiy giyohvandlik vositasi borligi aniqlandi. Shundan tezkor tadbir davom qildirilib, vaqtinchalik yashash uyi ko'zdan kechirilganda, yashash uyida 4 bo'lakda 915 gramm opiy, 72 gramm geroin va 1 bo'lakda 0,5 gramm marixuana borligi aniqlangan. 26-mart kuni 26-yil Toshko'pir tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida fuqaro uyiga tegishli payvandlash uskunasi apparati ichidan 1 tonna o'ramda og'irligi 37 gramm opiy va 3 tonna o'ramda og'irligi
1 kilo 661 gram kerak giyohvandlik vositasi borligi aniqlandi. Endi to'g'risini aytsam, bu yoqda Xorazmga kelganimda ancha mani quvontirgan narsalardan bittasi shu giyohvandlikni oldi sotisi ancha nima ekan, yaxshi ekan bu yerda. Unchalik ko'p odamlar shug'ullanmas ekan bu narsa bilan. Anavi vodiyda ishlab keldim, oxirgi ishlagan joyim vodiyda ishlab keldim. Vodiy tomonda judayam rivojlangan. Bu yerda mahalla odamlar qamalib ketyapti, boshqa narsa qilyapti. Baribir shug'ullanib kelyapti. Bir tomonda shundoq qo'shnisini olsangiz, bu qo'shnisi keyingi safar bu qo'shnisi tushib turibdi. Mana shunaqa bo'lib, ozgina bu yerlarda nima, Xorazmda ancha yaxshi ekan. Ko'z tegmasin. Kelib man statistikani ko'tardim, boshqa narsalarni ko'tarsam, bu yerda unchalik darajada hali hujum qo'yib, buni orqasidan tirikchilik qilib, boshqa narsa qilib yurganda uncha nima emas ekan. Endi prezentatsiyamiz shundan iborat. Agar savollar bo'lsa, savollarga javob beramiz. Xorazmda bojxona organlari tomonidan aniqlangan buzarliklar soni ortgan bu sonni ortish vaqtida buzarliklarning aniqlanishi fuqarolar tomonidan, ya'ni o'sha giyohvand moddalarini olib kirishga nisbatan noqonuniy olib kirishga nisbatan urinishlarni ortishiga sabab nima ko'rish? Birinchi masala bu, ya'ni aniqlangan qoidabuzarliklar soni ortgan, xodimlar yaxshi ishlagan, aniqlangan, lekin shunda ham fuqarolarni olib kelyapti. O'sha 24-25 yillarga bo'lsak, keskin ortib ketgan. Ortadida. Xo'p, 2025 yilda bojxona xodimlariga nisbatan korrupsiya bilan bog'liq qancha xizmat tekshirish o'tkazilgan va natijalar qanday bo'lgan? Ikkinchi savol. Uchinchi savol. Bojxona xodimlari tomonidan ushlab qolingan xabarlarni keyingi taqdiri nima bo'ldi? Bu haqida jamoat faollari qandaydir kuzatish ishlarini, masalan, yo'q qilinish jarayonlarini kuzatish mumkinmi? Bu uchinchi savol. To'rtinchi savol. Xorazmda noqonuniy tovar aylanmasining asosiy manbalari qaysi davlatlar va qaysi yo'nalishlar hisoblanadi? Oxirgi savol. Xorazm viloyatida bojxona organlari tomonidan aniqlangan qoida o'sha qonunbuzarliklarni nechi foizi tezkor tatbiqlanadi va nechi foizi fuqarolar murojaat orqali? Endi narkotiklarning nima uchun rivojlanishi, nima uchun yildan yilga ko'payib, yildan yilga ko'payib ketayotganligini so'ragansiz. Buni asosiy nimalardan, sabablaridan bittasi oson pul topish. Bu kichkina partiyada kichkina narsa bo'lsa ham puli katta bo'ladi. Masalan, o'tkazib berish uchun, boshqa narsa qilish uchun buni orqasidan juda ko'p kishi, kimdir o'rtada turib pul topadi, kimdir chegaradan o'tkazib bergani uchun topadi, kimdir olib borib yashirgani uchun topadi, kimdir yana borib Telegram kanali ochib, Telegram kanali orqali tarqatishi orqali buni orqasidan pul topadi. Buni puli to'g'ri, bu jinoyat oson deb bo'lmaydi, nima emas, oson yo'l pul topish yo'li. Shu orqali, shuning uchun bu asosan hamma yoshlarimizni yoki nimalarni asosan shu bilan o'ziga jalb qilyapti. Mayli. Pul yotgan hamma bo'ladi. Men aytmoqchi bo'lganim o'sha 24-25 yilda keskin bir dollarga ortib ketdi. Bunga o'sha asosiy sababi siz respublikani nazarda tutyapsizda, respublika xodimlari yaxshi ishlashni boshlaganmi, hozir yaxshi ishlamay shu narsa. Yo'q, bu sababi birdan shu. Yo'q, bu yaxshi ishlashni boshlagan emas, bu narsa asosan shu rivojlanib ketyapti. Bu juda yoshlarimiz juda bunga nima qilib ketyapti. Avval masalan to'g'risi men endi Xorazm viloyatida statistikasini bilmayman, masalan Surxondaryoda ishlaganman, ko'p joyda ishlaganman. Bu yo'llarda 1 kilo, 2 kilo ushlasak, bu vohma bo'lib ketadi. O'ni 5 kilo ushlabdi, 6 kilo ushlabdi, 6 kilo desak, oho bo'lib ketadi. Hozir 6 kiloga oho bo'lmayapti hozir. Surxondaryoda 572 kilo chiqdi bir marta. 280 kilo bitta kartoshkaning ichidan chiqdi. Kecha 572 kilogrammi nimadan, ekskavatorni qo'g'ishlarining ichidan chiqdi, temirlarning orasidan chiqdi. 600 kilogram supurgini ichidan chiqdi. O'sha 600 kilogram, 500 kilogram to'g'risida gap ketyapti. Bu o'sha paytga nisbatan iste'mol katta bo'lganligini dalolat. Iste'mol
katta bo'lib, bunga talab ko'p bo'lganligi sababli shuncha ko'p kirib kelishni boshlayapti. Endi keyin bundan tashqari yana bu narkotiklarni arzonroq variantlari, sintetik narkotiklar paydo bo'ldi. Bu bitta 1 gram masalan qora dori yoki boshqa narsa qimmat bo'lsa agar, bu sintetikalar arzonroq, lekin odamni tezroq kasal qiladi, keyin tezroq yiqitadi. Shu oqibatida bu ko'payyapti. Endi bojxona avval ham ishlagan, hozir ham ishlayapti, lekin yana bir tomoni borki, hozirgi texnikalarimiz avvalgiga nisbatan rivojlanib ketdi. Biz masalan postada ishlab yurgan paytlarimizda bizada avtoskaner yo'q edi bu paytda. Skaner yo'q edi. Body skaner degan narsa bor. Ularni kirsangiz agar aeroportga agar uchgan bo'lsangiz agar olib kiradi, shunda o'g'lingiz qiladi, oshqozoningizgacha bo'lgan narsalarni hamma narsani ko'rsatib beradi. Bu paytlarda bu body skaner degan narsalar yo'q edi. Buni biz aniqlaymiz, keyin uni doktorga olib boramiz, doktor uni tekshiradi, rentgen qiladi, oshqozonni bilasizlar, rentgenda uncha yaxshi ko'rinmaydi. Ozgina narsa ko'rinsa ham, podozreniya bo'lsa, boshqa narsa bo'lsa, uni olishga harakat qilar edi o'sha payt doktorlarning yordamida. Hozir body skaner degan narsalar kelib chiqdi. Keyin ixtisoslashtirilgan komplekslar kelib chiqdi. Mashina o'tsa, masalan, bizda yo'q. Bizda nimaiki uncha patok katta bo'lmaganligi sababli Turkmaniston bilan yo'q, lekin nimada bor? Andijonda bor, masalan, Surxondaryoda bor, Aerodromda bor, ko'p postlarimizda bor. Mashina o'tib ketaveradi, to'xtamasdan turib o'tib ketaveradi, mashinani rentgen qilib, rasmini analiz qilib beradi. O'zi avtomatik o'zi ham analiz qilib beradi. Undan tashqari o'tirgan xodim, har bitta xodim bu narsani qarab, uni nima qilib beradi. Qaysi mashinani dastmotor qilish kerak, qaysi mashinani dastmotor qilish shart bo'lmaganligini ko'rsatib beradi. Bu ham bitta omil, ko'proq aniqlash, hozir aniqlanayotganligini asosiy omillardan biri. Avval masalan bir mashina kartoshka bo'lsa, tagida ko'pincha holatlarda o'sha furalarni tag qismida o'tib ketar edi. Bu narsani aniqlash uchun furani tushirib kuchuk olib olmaydi-da uni. U shunaqangi izolyatsiya qilinadiki, даже xizmatliklari ham ololmagan holatlar bo'lganda. Ustidan keyin splashnoy o'sha temirini qo'yadi, furani temirini, uni obработка qiladi, kuchuklarni hidini yo'qotish uchun, boshqa narsa qilish uchun juda ko'p. Endi u katta pul bo'lgandan keyin xarajatini ham, boshqa narsasini ham qiladi. Shunaqa holatlarda o'tib ketar edi, lekin hozir mana shu texnologiyalarimiz rivojlanib ketganligi sababli hozir mana shunaqa holatlar aniqlandi. Keyingi savol endi xizmat tekshiruvlari nechta bo'ldi? 25-yilda jamoat xizmat tekshiruviga va qarashtirilgan baliq xizmat tekshiruvlariga 26-yilda xizmat tekshiruvi bo'lgan yo'q. Bo'ldi, lekin 26-yilda bitta holatda bo'ldi, bir holatda topiladi. 25-yilda korrupsiya holat uchradi. korrupsiya holatda oxirgi marta 23-yil bo'lganmi? 24-yil bo'lgan. Endi uzunman 23-24 mana o'zi kelganimda 2 oy bo'ldi, o'sha nima qilmadim-da. 24-yil shu bitta holatda korrupsiya holat bo'lgan. Endi bu yo'li bo'lmasin, endi xodimlarimiz bilan shuncha profilaktik suhbat olib boryapmiz, bularni hammasiga tushuntiryapmiz, hozirgi ijtimoiy holatini ham, boshqa narsasini ham, hamma narsani tushuntiryapmiz. Juda ham hozir rivojlanganda oyligi ko'p bo'ladi. Bolalari o'qishlarga kiryapti, premiyalarni olyapti, nadavkalarni olyapti, shuncha narsa olyapti. Hozir oyligi yaxshi, hamma narsasi yaxshi, xodimlarimizni endi shunga da'vat qilib kelyapmiz, shu korrupsiyaviy holatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha. Faqat shu boshqa nimamiz yo'q, bizning dardimiz yo'q. Pulimiz yetarli, boshqa narsamiz yetarli. Faqat shu xodimlarimiz endi pul juda pul sablasi katta-da, jigardan bo'lgan deydi, birdaniga olib qo'yish mumkin. Endi o'shanga ularning immunitetini kuchaytirishga harakat qilyapmiz. Yana qaysi savolingiz bor edi? Ushlab qo'yilgan tovarlar haqida. Ushlab qo'yilgan tovarlarimiz bizani bojxona servis degan tashkilotimiz bor. Bojxona servisda sotiladi tovarlarimiz har bitta. Faqat bu ushlangandan keyin sud qarori chiqadi. Sud qarori chiqqandan keyin 10 kunda sud qarori o'z kuchiga kirgandan keyin apellyatsiyaga berilmasa, boshqa narsa bo'lmasa, keyin bojxona servis do'konlarimiz orqali sotiladi. Bojxona servis do'konimiz qayerda joylashgan? Jar shahridagi Tuzalishda mashinalar, yangi mashinalar tomonidan Toza mashinalar bor. toza mashinalar Yana qo'shimcha qilaman, tamaki mahsulotlar bor, yo'q? Yo'q, tamaki, giyohvandlik vositalarini hammasi faqat yo'q qilinadi. O'sha yo'q qilinsa ham Yo'q qilinishlar jarayonida aytaman. Bizaniki viloyatda o'zida yo'q qilinadimi?
Tekshirish bevositaning formalarida qanchalikda Biza farqini chaqirardik, bu yerda chaqirmadingizlar. Siz agar nimangizni berib qo'ysangiz, san laylo yozuvingni chaqirish unishtajini qilinadigan paytda bu hamma bitta boshqalarning o'ziniki unishtajini qilinmaydi bu yerda. Hamma organlarnikini bitta qilib unishtajini qiladi. Endi sizlar ko'rgansizlar, bu respublikanikini unishtajinisini Husan taglif har safar olib chiqib, yo'ritib boshqa narsa qiladi u. Bugun yonadi deb bitta yozib qo'yadi-da, keyin orqasidan 2 kundan keyin u unishtajini ko'rsatadi. Nima yonar ekan deb 2 kun bizlar o'zimiz ham kutamiz. Bizga ham aytmaydi. Bugun yonadi deydi yoki nimadir deb yozadi o'zicha. Keyin biz uni orqasidan o'ylab o'tiramiz. Nima yonar ekan bu, yana nimani ko'tarib chiqar ekan bu deb. Mana hech qanaqa problema yo'q. Nima bo'lsa agar yo'q qilinishda tamaki mahsulotlaridan dori vositalari narkotiklar, giyohvandlik vositalari hammasi yo'q qilish. Asosan yo'q qilishga dorini endi aytayotganim, asosan dorini ham bitta ikkitasi masalan nima berishi mumkin, ekspertiza yaroqli berishi mumkin, lekin kamdan kam holatda bu. Bular hammasi yo'q qilinadi, tovarlarimiz sotiladi. Bemalol agar tovarlarni borib ko'raman desangizlar, do'kon bilan savdo qilaman desangizlar, o'sha nimamizda bozorda, mashina yangi mashina bozor dedingiz, o'sha yerda joylashgan bo'lib bemalol savdo qilishlar hech qanday problema yo'q. Qatnashishingizga sizga xabar beramiz. Layloqonda esdan chiqmasin. Noqonuniy tovar aylanmasi qaysi davlatlarda urushliroq Xorazm uchun endi bizga asosan noqonuniy tovar aylanmasi bizda asosiy bo'layotgan narsa shu Turkmanistondan kirib kelayotgan Eron, Turkmanistonda ishlab chiqarilgan narsalar asosan. Turkmaniston Eronda ishlab chiqarilgan narsalar bo'lyapti. Endi nimaiki chegaramiz Turkmaniston bilan bog'liq bo'lganligi sababli shunaqa turibdi. Qaysi viloyatda bo'lsa agar o'sha viloyat o'zining chegaradosh davlatidan asosan o'shanday tovarlar asosan kirib keladi. Bizda endi unchalik darajada ko'p emas. Bizda unaqa noqonuniy tovar kirib kelishi unchalik darajada ko'p emas. Nimaiki bu yerda unaqa bir qator bu asosan noqonuniy tovarlar aylanmasidan shug'ullanadiganlar asosan shu qatorda katta bo'lgan boshog'liq bo'lgan janjal bo'lib turadigan mana shunaqa joylarga harakat qiladi ular. Bizni postlarimizda unaqangi tirbandlikda bo'lmaganligi sababli lekin noqonuniy tovarlar olib kelayotganlar bor. Ular masalan ma'muriy huquqlarga jinoyat bo'lsa jinoyatga to'g'ri kelyapti. Ko'rsatib olib kelayotganda o'sha yerda o'zida puli undirilib viloyatimiz hududiga kiritiladi. Qahramon Xalq kanali admini antikorrupsiya ommaviy portasining Xorazmdagi muxbiri Qahramon Eshonov, Qahramon Xalq. Avvalambor bizni tabriklaganiniz uchun, ommaviy axborot vositalarini hurmat qilganingiz uchun shu ommaviy axborot vositalarining vakillarini yoshi katta bir vakili sifatida hamma nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Hamkorligimiz yana uzoq vaqt yaxshi davom etadi degan umiddaman. Sizni bu yoqqa yuborilganingiz va birinchi marta tanishadiganlarni ko'rsatdingiz. Oldingi rahbariyat ham biz bilan yaxshi munosabatda bo'lib, hamkorligimiz yaxshi edi. Laylo G'aniyeva o'zi ishini yaxshi ko'rgan bir mutaxassislardan biri sifatida namoyon qilyapti. Har doim matbuot anjumanlarini chiroyli qilib o'tkazib, uchun hattoki maslahat so'rashga ham erinmaydi-da. Yo'q, конечно, bu yosh jurnalistlar sizlarni chekinib ketyapsizlar. Har kun ishlaysizlar, bu haftaga bir marta ishlab qo'yadi. Shu boshqa oldingi boshliqlar shu gapni aytar edi va shunga amal qilib kelyapti. Endi matbuot anjumanining asosiy mavzusiga o'tsak, bu juda og'riqli mavzu. Yillar davomida men bir atamani nomi qarang, noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi degan gapni aytib o'tdi. Bir siz emas, hamma aytadi. Uni qonuniy aylanmasi qanday bo'ladi buni? Yaxshi, noqonuniy shunday ekan. Bu birinchi. Endi shundan kelib chiqamizda, ana qarang, shu OP qancha
men ko'rganman-da buni o'zim ham da. Birovlar ba'zilar ko'rmagan bo'lsa mumkin, men uni ushlab ko'rganman-da o'sha narsani. O kerak narsani ham ushlab ko'rganman. To'g'risida biz o'sha paytda shunday joyda yashaganmiz uni. Yo'q, to'g'ri. Shu narsani odamlar qanchalik pulga sotib olgani, uni orqasidan uni chekaman deb boshiga na bir gullarni chalg'anni, oilasi parakanda bo'lib ketgani, sog'lig'i yo'qolib ketgani, boshqa balabat endi bu fojia-da bu. Uni men shu ko'zim bilan ko'rganman-da, shunday bir joyda vaqtincha yashashga to'g'ri keldi, shunda ko'rganman. Endi buni qanday ekilgani, qanday bunday shu olinib turib, o'pi holiga kelishini uni ham ko'rganman-da. Ha, endi buni endi buni yoqib yuborsa endi men o'zim tutab ketdi-da, yoqib deganda-da. U yoqilmasa kerak-da u, ha. Yo'q. Shu o'pi yonadimi? Yoqib beraman. Yo'q, endi mamlakatda siz aytayotgan narsa bunda olovni ustiga bunday tashlamaydi-da. Juda bir katta ko'rmatamsizlar o'zmani. Yo'q, endi shu narsani hamma biladi-ku uni. Masalan, biz yoshligimizda ishimiz og'risa ham, boshimiz og'risa ham, bir falonchadan bir narsa olib keladi, olib keladi. Shuni yalatadimi, bir balo qiladimi, odam yaxshi bo'ladi-da. Endi uni balkim meditsinada, balkim bir shuni bir qo'llanilishi bordir. Endi buni kirib kelishi shunchalik kilogramm respublika bo'yicha tonnalagan deb yozilgan joylari bor. Bu juda katta summa. Buni qonuniy respublikaning tibbiyot sohasida ishlatiladigan yo'llari bormi, qilinyaptimi shu? U qonuniy deganlar savolingizga javob shu. Ha, o'sha. Qonuniy. Yo'q, mana noqonuniy aylanmadan chek qo'yildi, tortib olindi, yig'ishtirildi. Endi shuni haligi dorilar ishlaydigan mana shu farmatsevtika kompaniyalariga, shularga sotiladimi, beriladimi, nima qilish, shunday qilish mumkindir balki. Yo'q, unaqa qilinmaydi, lekin unaqa men hali to'g'risini aytsam, meni praktikamda bo'lgani yo'q. Masalan, shuncha men 20 yildan beri boshqonada ishlayotgan bo'lsam, men o'zim ishlayotgan joylarimda asosan shu tezkor yo'nalishda ishlaganman. Zam bo'lib ishlaganimda ham shu tezkor yo'nalish bo'yicha zam bo'lganman boshqa. Faqat sud hukmlari, qarorlari asosan yo'q qilishga chiqarilgan. Sud hukmlari. Bu hech qachon yoki nimaga sog'liqni saqlashga o'tkazilsin, boshqa uchlarga o'tkazilsin degan hukmni ko'rmagan. To'g'risi. Yo, mana bir xil og'riq qoldiruvchi, kuchli og'riq qoldiruvchi vositalar ular qonuniy kiradigan. Ular qonuniy qayerda noqonuniy aylanmasi deb aytyapsizlar-da. Qonuniysi nima dedingiz-ku? Qonuniysiga o'sha nima kiradi? Sog'liqni saqlash vazirligiga kirib keladigan shu narkotik tarkibida narkotik moddalar bo'lgan dori vositalari mana shunaqa narsalar kiradi. Shu farmatsevtika kompaniyalari og'riq qoldiruvchi, kuchli og'riq qoldiruvchi vositalarni tayyorlashda xom ashiyoni qayerdan oladi? Maxsus plantatsiyalarda ektirib oladimi yoki bir joydan sotib oladimi yoki mana bu qo'lga tushganlardan foydalanadimi? Yo'q, bular hammasi asosan bizga import bo'ladi, o'zimizda ishlab chiqaramiz. Endi qarang, importga falon so'm dollarga, valyutaga import qilgandan mana yoqib beradigan opini shunda foydalansa bo'ladimi? Endi shu taklifini kiritib ko'ramiz. Yo'q, lekin hozirgacha bunaqa narsani eshitmaganman. Sog'liqni saqlashga o'tkazilsin degan narsani eshitmaganman. Bunaqa narsani eshitganim yo'q, o'sha uchun men bu narsani deyishim qiyin. Endi siz aytishingiz to'g'ri, bu masalan juda katta summa bu. Bu juda katta summa. Buni kilogrammi hozir qora dorini 1 kilogrammi $10,000. Bu Afg'onistondagi narxi, o'sha yerdagi narxi, bu optim o'sha katta narxini aytyapman. $10,000, $30,000 bu juda katta, to'g'ri, bu juda katta summa. Lekin endi men hech buni hali davlatga o'tkazilishini, sog'liqni saqlash vazirligiga o'tkazib berishini, tasarrufga o'tkazilishini eshitmaganman. Lekin qonuniy kirib keladiganlari shu, qonuniy o'zi kirib keladi, sog'liqni saqlash vazirligiga qonuniy kirib keladi. Bunaqa narkotik, giyohvandlik vositalari tarkibida bo'lgan dori vositalari bor. Operatsiyada ishlatiladigan, boshqa narsa ishlatiladigan o'sha nimada bor. O'shalar qonuniy kirib keladigani o'sha. Noqonuniy kirib keladigani bojxona xodimlari va shu muhofaza qiluvchi organlar tomonidan aniqlanayotgan holatlar. Endi bu narsani taklifini biror kishi to'g'risi berganmi, bermaganidan meni xabarim yo'q. Endi biz ham taklif berib ko'ramiz.
Bu ham juda katta pul. Siz aytayotganingiz to'g'ri. Buni aytib ko'ramiz. Endi og'riqli savol, juda ham og'riqli bo'lsa kerak. Mana shu narsalarni qo'shcha bir tumonda o'tkazilgan. Bir holatdagi bir qo'shcha bir tuman. Endi uni Yangiariqda viloyat bo'yicha uni olib qarasa yana bir juda ham bir noxush vaziyatda bu. Bizda plantatsiya borlig'ini bilmaymiz. Sholi ekiladi, buğday ekiladi, paxta ekiladi. Buni ekib turgan yer yo'q-ku. Hozir uyda bir tuk bo'lsa, shu aniqlanib turibdi, to'g'rimi? Ha? Muncha kilogramm Yo'q, bularning hammasi qayerdan keladi bu? Qayerdan? bularning hammasi to'liq oxirigacha yetib borilgan tezkor tadbirlar davomida. Masalan, shunday aniqlanib shundan sudga chiqilmagan. Bularning hammasi tezkor tadbir davomida oxirigacha yetkazib borilgan. Bular asosan o'sha Afg'oniston, Tojikiston. Yaxshi, unda chegaradan o'tyapti. Qanday chegara nima kerak unda? Chegaradan o'tayotgan bo'lsa. Endi chegara ham Demak, o'tib ketgan. Yo'q, men aytayapman. Men O'zbekiston fuqarosiman. Men ommaviy axborot vositasi vakiliman. Men soliq to'lovchiman. Men armiyani chegarani hammasini qo'riqlashda men hissam bor. Men oilamning hissasi bor. Nega shuni chegaradan o'tish kerak? endi chegara Kim javob beradi bunga? Kim? Sizlar aytasizlar, prokuratura aytadi, ichki ishlar aytadi, mana uncha oldik, bunchasini yig'ishtirib oldik deb. Lekin chegaradan hozir bir bloga bir haligi kamerasi bor, ruchka olib o'tsin qani hisob qiladi. yo'q, gapingiz to'g'ri. Hech qanaqa men nima qilganim yo'q. Bu asosan bular masalan chegarani qonuniy kesib o'tmaganda chegara joylanmasida bu sim to'siqlar tagidan tunnel qozilgan joylari bor. Uni ham endi aniqlayapmiz. Endi uni hammasini ham aniqlash nima emasda, birdaniga bo'lmaydi. Bu sekin-sekin hozir masalan Qirg'iziston bilan, Qozog'iston bilan, Tojikiston bilan tunnellarimizni aniqladik masalan. Tunnellar o'tgan bo'lsangizlar kerak, nimalar ham chiqdi. Bir namoyishda ham bojxona emas, ichki ishlar ham aniqladi. Davlat xavfsizlik xizmati ham bunaqa tunnellar borligini aniqladi. O'sha tunnellar orqali olib o'tyapti. Sim to'siqlar orqali olib o'tyapti. Sim to'siqlarni ham endi 1 kilometrga saqlab tursa agar 1 kilometr bu yoqqa, 1 kilometr bu yoqqa, ularni ham oldida o'sha yordamchilar bordi, o'sha territoriyada yashaydigan. Ular ham juda ularni tadbirlarda ko'rganimizda, ular juda kuchli nima qilingan. Jihozlangan. Masalan, kechqurunni ko'radigan video namoyishlari bor, ularning hammasini tepalarda, vishkalarda deydi, shu tepaliklarda, boshqa joylarda qarab turadi. Soldat qachon bu tomonga qarab yurishini qarab turadi. Keyin 3-chi nimamiz chegaradan boshqa tovarlar sifatida olib kirishga harakat qilishyapti, ko'ryapsiz. Mana kartoshka misolida masalan to'g'ri tashlasangiz, qo'pni ichidan masalan 50 kilolik qo'pni ichidan 5 ta, 6 ta, 7 ta shundoq kartoshkaga o'xshatib, qilib ustini kartoshkani kunjoqlari bilan o'rab, bir xil qilib hech qanaqa o'zgartirishli nima ko'z bilan ilg'ashning imkoni yo'q. Ko'z bilan ilg'ashning imkoni yo'q bo'lgan holatda qilib olib kirgan. Bunaqa holatlarda harakatlar bo'lyapti. Endi baribir iloji boricha ko'rgan bo'lsak ham, lekin respublika hududida paydo bo'lyapti. Demak, qaysidir qayerdandir yana o'tish harakati qilishyapti, o'shani o'tkazishyapti-da. Endi maksimalni huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan bu narsalarni oldini olish bo'yicha ishlar olib borilyapti. Qabul qilinyapti, mana jazolar og'irlashtirilyapti. Chegaralarimiz hozir hammasi mustahkamlanyapti. Endi mustahkamlanyapti, avval bitta sim edi. Hozir o'sha har 500 metrga bittadan kamera qo'yilgan. Chegarada hech kim yashamaydi. Bilasizlar, chegara zonasida 2 kilometrgacha yaqinlashish mumkin emas. 2 kilometrgacha bo'lgan joylarda avval odam yashar edi. Hozir hamma joylarni chegaralar ochilyapti, kameralar qo'yilyapti. Keyin simlarimizni orasidan svязь o'tkazilyapti. Masalan, qayerdadir avval simni kessak, hech kim bilmas edi. Kesar edi, narsalarni olib o'tar edi, qaytib chiqib ketar edi. Hozir sim kesilsa, telefonga beradigan qilib qo'yilgan hozir. Mana rivojlanyapti sekin-sekin hammasini. Endi shunchalik aytib o'tganda shunchalik rivojlanish bo'lib turibdi. Texnika asri 21-asrda endi dronlarimiz ham bor, boshqa apparatlar bor. Chegarani umuman har santimetrini qarash
nazorat qilishga imkoniyat bor. Yo'q, Lekin endi harakat nega kirib qilyapman. keladi? Nega kirib keladi? Demak bu chegarada o'tirgan pogonlarni Yo'q, endi u chegarani emasga aytyapman, u chegarani ham bir Ha. narsa ishlaydi. Endi masalan 1,5 kilometrga bitta soldat turadi. Biz ham 550 metrga bitta soldat qo'yolmaymiz-da. dron bor-ku. Men sizga endi aytmoqchi edim. Bundan tashqari dron bilan olib ketayotgan holatda bo'lyapti-da. O'zi ularning o'zi narkokurierlarning o'zi drondan foydalanayotgan holatlar ham bo'lyapti. Dron bilan o'tkazayotgan holatlar bo'lyapti. Endi buni yo'lini biz qancha yopishga harakat qilsak, bitta tomonni yopsak, bitta yaxshisini, boshqasini o'ylab topyapti-da. Endi biz qanchalik rivojlanishga harakat qilsak, ular ham shuncha bizdan bitta qadam oldinda yurmasa, bu kirib kelmaydi. Ular harakat qilyapti, yangi g'oyalarni ishlab chiqishga. Yana tadbir oxirigacha davom ettiriladi deb turibsiz-a? Bizlar Qo'shko'lda o'shandi. Bu Afg'onistondan olib keldi. Kimdir Afg'onistondan kim olib o'tdi? Kim ruxsat berdi? O'sha paytda boshxonada kim bo'lgan, ichki ishlardan kim bo'lgan, chegaradan kim bo'lgan, hammasini xizmat tekshiruv tayinlab jinoyat ishi ochilganmi, shunday holatlar bo'lganmi? Yashirin chalib o'tgan. Bojxona chegarasidan har bitta holat bo'yicha oxirigacha yetkaziladi. Oxiriga yetkazilgandan keyin tergovchi nima chiqaradi? Xat chiqaradi. Qaysi organda qanaqa kamchiliklarga yo'l qo'yganligi bo'yicha taqdimnoma kiritadi. Обязательно taqdimnoma bilan tugaydi. Agar taqdimnoma kiritilishdan oldin, agar bojxona xodimi, muhofaza qiluvchi boshqa xodimi, chegara xodimi, boshqasini agar aralashgan joy bo'lsa, o'sha jinoyat ishi doirasida ko'rib chiqiladi. Bu alohida ko'rib ham chiqilmaydi, boshqa narsa ham chiqilmaydi. Sразу chaqirib, o'sha o'zida so'roq qilib, parallelni olib ketiladi shu jinoyat doirasida. Agar unchalik darajada prosta buni hozir aytganimdek, bu o'zini nimasida chegarasida turganda, lekin u dron bilan olib o'tgan masalan. Dron bilan olib o'tgan, boshqa narsadan olib o'tgan, boshqa yashirib bir endi hozir bilasizlar, aeroportlarimizda qizil yo'lak, yashil yo'lak degan narsalar bor. Masalan, yashil yo'lakdan o'tib ketgan paytida podozrение bo'lmasa, to'xtatmaysizda fuqaroni harakat qilamiz. Shuning uchun qilindida bu yashil yo'lak, qizil yo'lak. Yashil yo'lakdan o'tib ketgan boshqa narsalar bo'lsa, bu обязательно tergovchi tomonidan taqdimnoma kiritiladi. O'sha taqdimnomaga asosan xizmat tekshiruvi o'tkaziladigan holat bo'lsa, xizmat tekshiruvi o'tkaziladi. Xodimga nisbatan jazo qo'llaniladigan jazo qo'llanadi. Yana xuddi shu xizmat tekshiruvi jinoyat o'sha nimani jinoyat ishini qilgan yana o'sha yoqqa jo'natiladi. Bu prokuraturada o'rganib chiqilib, bu holat bo'yicha agar jinoyat alomatlari bo'lsa, sostav bersa agar bunga ham jinoyat ishi qo'zg'atiladi. Bunaqa holatda bo'lyapti. Demak, so'zimni oxirida shuni aytmoqchimanki, mana bu viloyat respublika ichidagi holatni biz bilamiz, biz yetkazyapmiz, xalqimiz biladi. Tezkor tadbir davom qildirib, pogonlarga borib taqaladigan joyini biz bilmaymiz, hech kim bilmaydi-da. Ana shu sohasini barib yoritish kerak, uni odamlarga aytish kerak. Masalan, biz odamlar o'ylaydi, deydi, chegarada chegarada o'tirganlar o'g'ri, muttaham deb to'g'ri aytadidan baribir. Endi u kamdan kam bo'ladi. Chiqadi. Axir chegaradan o'tib kelgandan keyin shunday bo'ladi-da. Yo aralashganlarni chiqadi. Aralashgan bo'lsa, boshqalar xodim bo'lsa ham, nima bo'lsa ham, militsiya xodim bo'lsa ham, muhofaza qiluvchi organlar xodimlari bo'lsa, aralashgan, to'g'ridan-to'g'ri aralashgan, siz aytganday, bunaqa holatda masalan Toshkentdagi ichki ishlar xodimi narkolaboratoriya ochgan edimi? Toshkent shahrida aniqlandi. U chiqdi masalan. Bunda ham boshqona xodimlar aniqladi uni ham. Boshqona xodimlar aniqladi. Andijonda narkolaboratoriya ochgan bittasi aniqlandi. Bu ham ichki ishlar xodimi. Bo'ladi, agar bu to'g'ridan-to'g'ri muhofaza qiluvchi organning boshqasini farqi yo'q. Qonun chiqaruvchi qaysi organga tegishli bo'lishidan qat'iy nazar, masalan, ismini bosh harflaridan qo'yib bo'lsa ham, agar to'g'ridan-to'g'ri aralashgan bo'lsa, bu обязательно Telegram kanallarida, ijtimoiy tarmoqlarda chiqadi. Lekin siz aytayotgandek, keyin xizmat tekshiruvi davomida aniqlanib, boshqa narsa to'g'ridan-to'g'ri shuni xohlamasdan turib jinoyatga yordam bergan emas. Prosta qanaqadir bir nima sababdan e'tiborsizlik orqasidan olib o'tib ketilgan bo'lsa agar, masalan, bu narsani to'g'ri, uni ijtimoiy tarmoqlarda chiqmasdan qolgan bo'lishi mumkin. Lekin mana shunaqa press turlar qilgan paytimizda bu to'g'risida обязательно ma'lumot beramiz. Rahmat. Chet elga chiqib ko'rgan odamlar biladi, men o'zim ham chiqib ko'rganda e'tibor beraman-da shu boshqonachilar, chegarachi boshqalarning hammasini harakatiga. Shu bir fuqaroni cho'ntagida nos xaltasi bor ekan,
shuni rosa olib borib keldilardan. Rossiyadami yo o'zimizdanmi? Qozog'istonda o'tishdida. O'zbekistonda? Ha, Qozog'istondami? Qozog'istonniki. Ha, Qozog'istonda. Shunday azob berdilar ya bolaga. O'zi nos deb turibdi. Yo'q dedi, olib ketdilar. Endi hakikaten chegarachilar ham hammangiz ishlaringiz yaxshi. Endi sal oshirib sal aytgan bo'lsak o'zi bo'lmasin deymiz. Shu narsalarni oldini olish uchun bizlar ham jon ko'tarib yozamiz, aytamiz borgan yerlarimizda. O'sha ishlaringizga omad tilaymiz. Rahmat. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Rahmat. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Yaxshi, mana qiziqish bor. Laylo har bitta holatlarimizda iloji boricha yoritib bo'laysan. Har bitta blogerlarimizga ham, jurnalistlarimizga ham, televideniyaga ham, radioga ham hammasiga harakat qilib nima qilish kerak. Endi xudo xohlasa bundan keyin hamkorligimizni kuchaytiramiz. Mana Layloxon menga qanaqa bir savol bo'lsa, boshqa narsa bo'lsa, xohlagan paytlaringizda telefon qilib kelishlaringiz mumkin. Ishxonada bo'lsam, yerda ishlab bo'lmasam, boshqa narsa bo'lmasa, hech qanday muammo yo'q. Qabul qilaman, gaplashamiz. Nima to'g'risida gaplashish kerak bo'lsa, gaplashib savollarga javob beramiz. Yana bormi savollar? Siz nimadir savol bermoqchisiz? Fuqaro bizga murojaat qildi. Yaqinda Moskvadan keldi. Aeroportda 55 gram tillosini olib qolishibdi. Surishtirsam, deklaratsiyada kirgizmagan ekan. O'sha 55 gramni ham. Hammasini keyin shu belgilangan oltinni berishgan, qo'liga qolganini olib qolishgan. Endi shuni dedi, men sotib olib bilamanmi, men qayerdan olsam bo'ladi shu tillarni deyapmiz. Bu xodimimiz shu portal orqali ham ariza yozdi, ha? Ikrom keldi, ariza yozdi. Ben hozir bu bo'yicha ben yozib berdim. Xizmat tekshiruvchilarga deb berdim. Nima bu yerda olib qoldi, ular qildi deb. To'g'ri, men bitta narsasiga xursand bo'lamanki, o'sha yerda hech bo'lmasa qonunlarni mamnun qilib bo'lmasa, men eng yomon ko'rgan, eng ko'p ko'radigan joyim shu. Boshqa qonunlarni mamnun qilib munosabatda bo'ldi. Meni sansiradi, meni bunday qildi degan narsada. Endi u yerda men yo'q chiqdim arizasini mayli. Nima bo'lganda ham men endi ariza yozgandan keyin xizmat tekshiruvi o'tkazinglar dedim. Xizmat tekshiruvi o'tkazishyapti. Qonunlardan tushuntirish xatlari olishadi, boshqa narsa qiladi. Endi u qizimiz aeroportda bilasizlar, Qizil yashil yo'lak. Yashil yo'lakka kelgan odam o'sha yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida ko'rsatilishi lozim bo'lgan tovarim yo'q degan narsa. Masalan, deklaratsiyasi yo'qmi, yashil yo'lakdan keldimi? Demak, bu deklaratsiyada ko'rsatishi lozim bo'lgan narsa yo'q degan. Shuni u anglatadi. Qizil yo'lakka kelgan odam deklaratsiya olgandan keyin deklaratsiya yozdi. Deklaratsiyada ko'rsatmasa, javobgarlikka tortilishi mumkin agar yashil yo'lakda deklaratsiyalanishi lozim bo'lgan narsada turishi. Lozim bo'lgan narsasi bo'la turib uni o'sha yashil yo'lakdan keldimi, bu o'sha huquqbuzarlik hisoblanadi. Bu yerda hozir qizimizda o'sha mana aytganimdek bodi skanerda aniqlashgan. Bodi kuchli. Qani bu? Bu yerda bodi skanerda aniqlashgan, bodi skanerda. Aytdi bu hali bodi skanerlarimiz bor dedi. Odam kirsaga bo'lib Römorni tagida ikkita skochka shularida yangi hammasi yangi. O'zi aytib turibdi, Rossiyadan sotib oldi, o'zini havo hududida sotib oldi deb turibdi. U ma'muriy bo'limi, ma'muriy bo'ladi, 8 gramm ma'muriy bo'ladi, u sotib olishi mumkin. Ertaga aksiyaga kelgandan keyin unga 30 kun pul berasan, unga 30 kun pul beramiz. 30 kunning ichida agar to'lovlar to'lasa o'zi talablar o'ziga rasmiylashtirib qaytaradi. Yo'q, narxlaydigan korxonalar bor, litsenziyasi bor korxonalar bor, o'sha korxonalar narxlar beradi. Endi bizda to'lash uchun bozorda birga bir bozorda qilmaydi. 4%, 5% arzonlashtiradi, arzigina bo'lsa ham. Yana qayta sotib oladi. O'zi endi sotib olmaydi. Bu qizimiz agar o'zi olaman desa, unga imkoniyat beriladi. Rastamoshkani pulini to'laydi. Rasmiylashtiruvni pulini to'laydi, bojlarni to'laydi, tovarni qaytarib oladi, keyin sud o'zi nimalarni bartaraf qilganligi sababli deb qaror chiqaradi, qaytarilganligini yozib qo'yadi. Bor, agar olmasa, rastamoshka qilib davlatga musodara qilinsa, sotib olishi mumkin, do'kondan borib sotib olishi mumkin. Hech qanday problema yo'q. Do'konda sotiladi, to'g'rimi? Savollar bormi?
qiziqtiradigan savollar bo'lsa beringlar. Hech qanaqa narkotik bilan ham bog'liq bo'lgan bo'lmasa ham, masalan, boshqa savollaringiz bo'lsa, boshqa narsa bo'lsa, hech qanday muammo yo'q. Agar tadbir bo'lib kelsa, boshqasi murojaat qilib kelsa, agar bemalol kelsangizda gaplashib, tushuntirib beraman. Hech qanaqa bu qabul qilmaslik, boshqa narsa qilmaslik degan narsa bo'lmaydi. Hammalaringizga rahmat. Bayramlarni yaxshi o'tkazib bo'linglar. Sog' salomat bo'linglar.